Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, chorva ishqibozlari. Buxoro viloyat Romitan tuman Paxtakorda Nizom ukamiz va Vobkin tuman mini firmalarga keldik. Mana bu parodni limuzin ishqibozlari. Estonadan kelgan. Umumiy ko'rinishi urug'likka olaman deydi yo dalchani yemlab boqaman deydigan ukalar, akalar. O telefon raqamini aytamiz. Mana shu sotiladi. Nizom ukamiz o'zlarini. O'sh xolang narxga ayolga, xolang taroziga savdo qilib olasizlar. Mana bu tomonga semental, g'unojin semental buqqali ham bor. Bular ham shu. Taroziga ham qo'yiladi, naqd pulga ham savdosi bor. Kichik narsa emas, mana ayollarga e'tibor berasizlar. Ayollari ko'rinishi telefonga sig'maydi, 3 metr, 4 metr uzoqroqdan olaman. Bu kichkina narsa emas, urug'likka olishga ham bo'ladi, dalcha olib yemlashga ham bo'ladi. Hammasi sotiladi. Oladigan ishqibozlari aloqaga chiqasizlar, o telefon raqam qo'yamiz. Mana ko'rinish semental. Mana gibrid. Bular tonnadan sal qo'shmasa tonna chiqadi. Dumma so'lavergan bu. Semental telefonga sig'maydi. Katta narsa bu. Limuzinni. Yoniga kelgan limuzin. Mana ko'rinish. Telefon raqamingizni ham ayting. Mana limuzin ust qismi 2 kishi o'tirib bemalol ertana Qurbon hayitiga suyulgan quylardan jizchan qilib ustiga o'tirib maza qilib yesa bo'ladi piyozcha bilan. Boshqa narsa yo'q. Mana orqa ko'rinishi mana dummasi olavergan janovar. Ha, limuzin. Ishqibozi bo'lsa olib boqaman. Ya dalchi yemlayman deykan bo'lsa ana Ko'tan nima qilib gazon qo'yilgan, ana ustki qismini tomosha qilinglar limuzinni. Mana bular chetdan kelgan deyaptilar. Men buyumdan sal qo'shmasa telefon raqamingizni ayting. 91lik 404 73 76 telefoniga chiqasizlar, egalari o'zlari bilan gaplashasizlar. Holi bu tish buzmagan ha? Yo'q. Holi tish buzmagan deyaptilar egalari. Kichik narsa emas. Orqa tomondan ko'rinishi ana. Yana olib dalchi yemlasa kuniga 3